أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün bizim sözleydiğim dersimiz 7. ders Allah'ın el-alim sübütü. Biz ötken saat derslerimizde iman asaslarını öğreniyotgan, şundaqo iman asaslarından ahiret kişiniş bilen takdir kişiniş kayıp qalğandı. Biz bu iki dersni Allah'ın bir qancha sübütünü sözlep bolgandan keyin anan dekin öğrenimiz. Öğretilgan dersimiz Allah'ın el-alim sübütü. Allah Teala'nın 99 isim sübütü var. 99 isim sübütü var. Biz bu sübütlerden içinden qaysini öğrendik? El-alim degan sübütni öğrendik. El-alim degan sübütni öğrenimiz. El-alim degan nimani keldi ustad? Endi beraya. El-alimning ma'nosi nima? Allah hammani bilguchidir degan ma'noda. Allah hammani bilguchi ve Allah bilmaydigan hech narsa yo'q deganlikdir. Allah hammani bilguchi ve Allah bilmaydigan hech qanday bir narsa yo'q. Allah eng mukammel shaklda bilguchi zot degan ma'noda. Endi bu ma'noni misollar bilan taqim ishqirlab tushunib o'tamiz. Yani bugünkü dersin hal qilgan masalamiz qaysi ekan? Allohning bilishi qanchalik? Allah zoti qanchalik biladi? Biz qanchalik bilamiz? Allah qanchalik biladi? Shuni biz o'rganib o'tamiz. Allah Taala Qur'on Karimda 157 yerda o'zining al-alim bo'lgan zot ekanligini so'zlab bergan bizga. Ya'ni Allah Taala qancha so'zlabdi? 157 yerda Qur'on Karimda Allah Taala hamma narsani bilguchi ekanligini bizga bildirgan. Buning misoli sifatida men ikki oyatni keltirdim. Birinchisi Taha surasining 98-oyati. Qaysini o'qib baqsizlar? Men Abduvali. Abduvali o'qib. Ma qul innama ilahukumullahu la ilaha illa huwa wasi'a kulli shay'in ilma. Sizlarning ilohinglar bir Allohdir. Uningdan boshqa hech mabud bir haq yo'qdir. O her narsani to'q bilguchidir. Taho so'zi 98 oyat. Maşallah. Allah razı olsun. Yine bu ayette ne deydi? O Allah Teala her narsani to'liq bilguchi deydi. Ve vesi'a kulle şeyin ilma. Hamma narsani to'liq bilguchi deydi. Endi bir oyat qarab baqaylik. Naml surasining 78-oyati. Qaysini o'qib baqsizlar? Fatima. Fatima o'qing. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbika ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. Şüphesiz ki Perverdigarın ular yani Bani İsrail evladının karşısında kıyamet günü adil hüküm çıkardı. Allah galiptir. Bendilerinin işlerini bilgüçüdür. Naml suresi 78-oyat. Maşallah. Maşallah. Hakikaten senin Rabbin ularning o'ttirisida, insonlarning o'ttirisida uning hukmi bilan, shu Qur'onning hukmi bilan hukm qiladi ve o Allah bo'lsin-u al-azizdir, ya'ni g'olib, noyatdan kuch quvvatlidir, al-alimdir, ya'ni hammani bilguchidir deydi. Ya'ni shundaq Allohning hammani bilganligini bildirgan qancha oyat bor ekan Qur'on Karimda? 157 oyat bor. Biz bu yerdan 2 oyatni ko'rdik. Unda bo'lsa darsimiz oxiriga kelaylik. Allah Taala osmonlardagi ve zimindagi, bütün alemdagi hamma narsani bilguchi. Hamma narsani bilguchi.
Allah Taala osmonlardagi va zimindagi hamma narsani bilguchi. Mana bir dunyo xaritasi, shundaqmi? Dunyo xaritasi. Men buni nima sababdan keltirdim desanglar, men sizlardan bir savol so'rab boqay. Hozir biz internetni ochib bir dunyo xabarlarini ko'rib boqaylik. Dunyo xabarlarini ko'rib boqaylik. Dunyo xabarlarida hamma narsa chiqadi deb o'ylaymiz o'zimizcha. Ammo lekin dunyo xabarlaridan foydalanib biz butun dunyoda bo'layotgan butun ishlarni bilalamizmi? Bilalamizmi? Bilmaymiz. Shundaqmi? Ya'ni dunyodagi cho'ng-cho'ng ishlarni bilishimiz mumkin, ammo lekin kichik ishlarni hargiz bilmaymiz. Ammo Alloh taolo hozirning o'zida mushu dunyodagi har bir yerda bo'layotgan, mayli Kanadada yuz berayotgan bo'lsin, mayli bizning vatanimiz yuz berayotgan bo'lsin, mayli Turkiyada yuz berayotgan bo'lsin, mush dunyoning hamma yerda bo'layotgan hamma ishni bilib turdi. Bütün insanlarning hammasining nima ish qilayotganligini hammani ko'rib turdi. Va hozirgi vaqtda, ya'ni mushu dunyoda kimning og'rib qolganligini, kimning tug'ilganligini, kimning vafot bo'lganligini, kimning uxlayotganligini, kimning bosh tomoq yeyotganligini hammasini Alloh taolo hammani bilib turdi. Ya'ni zaminda Alloh taolo bilmaydigan hech qanday bir ish yo'q. Osmonlarga qarab boqaylik. Alloh taolo bütün osmonlardagi narsaning hammasini bilib turuvchi zot. Biz qanchalik bilaraymiz? Biz teleskop bilan osmonni kuzatsak, yulduzlarning ya'ni ma'lum bir doirasini ko'ra olishimiz mumkin. Shunaqo, ma'lum doirasini ko'ra olamiz. Ammo bütün osmondagi bütün yulduzlarni ko'ra olamizmi? Ko'rolmaymiz. Alloh taolo osmondagi har bir yulduzlarning ahvolini bilib turuvchi. Oqqor yulduzlarni bilib turuvchi. Ularningki kelgusidagi mang'ilgan yo'llarini hammani bilib turuvchi. Ammo biz bunda tafsili bilalayimizmi? Bilmaymiz. Astronomiya olimlarimi her bir yulduzning ahvolini bilishga qodir emas. Hargiz qodir emas, ha? Onun üstüge bu yulduzlarni Alloh taolo har vaqt yangidan yaratib kengaytiradi. Olam borgan sari kengaytiradi. Qur'on Karimda to'g'riliq oyat bor. Ya'ni buni faqat kim biladi? Alloh taolo biladi. İnsan hattoki mushu yulduzlarning chegarasini bilishga qodir emas. Mushunchalar yulduzlar bor shundaqmi? Bu yulduzlarning chegarasi qayerda to'xtaydi? Ya'ni qanchalik yulduzlar bor deganni bilmaydi. Ya'ni bizningki bilishimiz nihoyatimiz cheklik. Alloh taolo yana g'ayibni bilguchidir. Endi g'ayib degan nima? G'ayib degan nima desanglar, Qur'on Karim va sunnatda bildirilgan, Qur'on Karim va sunnatda bizga Alloh taolo bizga bildirgan mush farishtalar haqida, oxiratdagi ishlar haqida, do'zax va jannatga o'xshash mushundoq faqat Allohni biladigan. Biz insonlar faqat bilmaydigan bu ishlarni biz nima deydiganmiz? G'ayib deymiz. Yani yig'inchoqlab aytganda faqat Allohni biladigan, biz insonlar bilmaydigan ishlarni, narsalarni nima deymiz? G'ayib deymiz. Alloh taolo mushunda biz bilmaydigan narsani kim biladi? Alloh biladi. Masalan, farishtalarni Alloh bizga bildirmagan bo'lsa biz bilmaydik. Chunki biz farishtalarni ko'rolmaymiz. Ondan keyin do'zax, jannatdagi ishlarni biz Alloh taolo bildirgan bo'g'ishqa bilimiz, ammo lekin Alloh taolochi noytimi aniq biladi. Chunki Alloh taolo o'zi yaratgan. Shundaymi? Biz insonlar bilmaymiz. Mana shunday biz bilmaydigan, Alloh biladigan ishlarni g'ayib deymiz. Alloh shunday g'ayibni bilguchi. G'ayib degan yana ko'zdan ko'rilmaydigan degan ma'noda qo'llanadi. Lug'at ma'nosi shu. Alloh taolo An'am surasining 59-oyatida mushu g'ayib ishlarni tilga olgan. Oyatni qaysilar o'qib boqsizlar? Men o'qisam bo'lamdi Nasiba o'qing. Bismillahirrahmanirrahim. Ve indehu mefatihul gaybi la ya'lemuha إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في
في الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. An'am suresi 59. ayet. Maşallah. Allah razı olsun. Onda Hospanın Uygurcasını oqып baqaylı. Qaysini oqып baqısılar? Ben Abdülkahar. Abdülqahar oqыңlar. Mekulmalim. Gaybinin açıkçası ve Allah'ın huzuridur. Ularni faqat Allah bilir. Allah quruqluqdagi ve dizdagi narsalarni bilir. Allah bilmesden birer yaprakmı tökülmeydi. Zeminin karanlığı içinde ırktan hur ve kuruk narsalardan Allah bilmeydiğen bilemi yok. Hemmisi roşan kitaptidir. Maşallah. Allah razı olsun. Endi bu ayetni biz tushunib baqayli. Ya'ni g'aybning ochqichlari Allohning huzuridadir deydi. Ularni faqatla Allah biladi. Bu ayetning g'ayb nomasi tushungancha faqat Allohla biladigan narsani deymiz, g'ayb deymiz. Allah Taala quruqlikdagi va dengizlik narsani biladi deydi. Qaranglar. Quruqlikda nimalar yashaydi? Quruqlikda insonlar yashaydi, hayvonotlar yashaydi, dal-daraxtlar yashaydi. Mushu quruqlikdagi ishlarning hammasini Alloh taolo bilib turdi. Bayatdan degandek, insonlarning nima ish qilganligini bilib turgan bo'lsa Alloh taolo bütün masalan bir o'rmonlikdagi hayvonotlarning hammasining ahvolini bilib turdi. Qaysi hayvonni bo'zaq qilyotidi, qaysi hayvon nima ish qilyotidi, hammani Alloh taolo ko'rib turdi. Dal-daraxtlarni-chi, uni Alloh taolo hammasini har vaqt bilib turdi. Ya'ni bir o'rmonda qanchalik daraxtning borligini, bir daraxtning ustida qanchalik yupurmoqning borligini, bir daraxtning qanchalik mevasining borligini, ya'ni ashunga o'xshash bütün ahvollarning hammasini Alloh taolo bilib turdi. Onun başqa quruqlikdagi Alloh taolo nega yomg'ir yog'yotidi, qanchalik yomg'ir yog'yotidi, qaysi zaminda qurg'oqchilik bo'lyotidi, ya'ni bu ishlarning hammasini Alloh taolo har vaqt bilib turdi. Endi dengizlik narsalar kerakli. Alloh taolo bu yerdan quruqlikdagi hamma narsani bilgitidi. Endi dengizlik narsani bilgichi. Allah Taala dengiz narsani bilguchi. Bu dengizda nurg'un jonliqlar bor, shunday nurg'un baliqlar bor, har xil yusullar bor, nurg'un narsalar bor, biz bilmaydigan darajada ajoyib ko'p turdagi jonliqlar bor. Alloh Taala bu dengiz narsaning hammasini hammani o'z tafsiloti bo'yicha bilguchi. Biz bilalamizmi? Ya'ni dengizni qarasak, dengizning ichidagi narsani biz ko'ra olamizmi? Ko'rolmaymiz, bilmaymiz. Yani bilsek qancha darajada bilishimiz mumkin. Masalan, dengizning ostiga mana o'xshash suv paraxodlaridan birini akirib, hamma kamera o'rnatib kuzatsak qancha darajada kuzatalaymiz. Mushu suv paraxodi nega mangan bo'lsa, shuning atrofidagi narsani kamera tortib, shuni ko'rgil bo'ldi. Shundaqmi? Uningdan ortiq ko'rgil bo'lamdi? Bo'lmaydi. Masalan, suv paraxodi Oq dengizga ketayotgan bo'lsa, Qora dengizdagi narsani ko'ra olamdi? Herkes görünmeydi. Ama lekin Allah Taala bütün dengizdeki, muşu yer şarınınki 4'ten 3 kısmını dengizdidik. Muşu bütün dengizdeki hemme narsalarni her vaqt ko'rib turdi. Her vaqt bilib turdi. Nemish anam bo'layotganligini, baliqlarning ahvollarini, yusullarning ahvollarini hammasini Alloh Taala noyitimi aniq bilib turdi. Alloh Taala bek bilamdiki, Allah Taala'nın bilişidən heç qandaq bir narsa sirtida qolmaydi. Allah hammani bilib turdi. Bayatdan qiyin Luqman surasida ayetda Allah Taala Allah bilmasdan birer yaproqmi tökülmeydi dedi. Sizlar uyinglarning oldidagi darizanglarning tubida bir daraxt bo'lsa qarab beqinglar. Aşı daraxtninki yupurmog'ining tökilganligini, ya'ni qaysi yupurmoqning tökilib yotganligini ko'rdinglar?
Balkim bir qaysal bir maqnamında yer tushayotganligini ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Ammo butun yuburmoqlarning tushgan ahvolini sizlar ko'rib baqdinglarmi? Ko'rib baqmadik. Ammo Alloh taolo mushu bir daraxtning ustidan tushayotgan yuburmoqning hammasini bilib turdi. Ya'ni qaysi yuburmoqning qachon tushganligini, qaysi yuburmoqning qachon tushadiganligini, yerga tushgan yuburmoqning sonini hammani Alloh taolo bilib turdi. Ya'ni Alloh bilmasdan, Alloh izin bermasdan birər yapraqmı yerga tökülməydi deydi. Allah nəhayətin bilgiç zatmıkən? Allah nəhayətin bilgiç zat, Zəminnin qaranlıqlar içidəki uruqdan, öl və quruq nərslərdən Allah bilməydiğən birərimi yox deydi. Bu ayətnin axırı zəminnin qaranlıqlar içidəki uruqdan, öl və quruq nərslərdən Allah bilməydiğən birərimi yox deydi. Biz mavut tuproqqa bir tal urug'ni teriyli. Terigandan keyin toki unib o'sha zaminning ustiga chiqchi bo'lgan orliqda biz buningki ahvolini ko'ralamizmi? Ko'rolmaymiz. Shunaqo, faqat ko'rolmaymiz. Ya'ni bu urug'im bixlanganmidi, yiltiz satganmidi, qanchalik cho'ng'andi deb biz buni ko'rolmaymiz. Ko'rmoqchi bo'lsak qanday qilamiz? Ya'ni mush tuproq to'pini ko'chilab qarab baqsak, andan keyin ko'ralaymiz. Shunaqo lekin ko'chilsaqchi buni balkim zarar berib buni sindirib qo'yishimiz mumkin. Ammo lekin Alloh taolo deydi, qaranglar. Zaminning qorong'ulik ichidagi, mush to'pining ichidagi urug'dan, ho'l va quruq narsalardan, ya'ni quruq qalatdan yulib, andan keyin bix chiqarib, yiltiz chiqarib, bunda o'ynab chiqadi shundaqo. Mushaning ichidan Alloh bilmaydigan bir rasmi yo'q. Hammani Alloh taolo bilib turdi deydi. Zaminning tagidagi narsani bilib turdi deydi. Bu zaminning tagida bu o'silmakniki yiltizlar yo'q, yiltizlar bor emas. Nimalar bor undan boshqa? Zaminning tagida yashaydigan nurg'unlagan jonliqlar bor. To'pida yashaydigan nurg'un jonliqlar bor. Bu jonliqlarning ahvolini Alloh taolo hammasini tafsiliy holatda bilib turdi deydi. Alloh taolo azaldan beri bo'lgan ishlarni biladi deydi. Bundan burun bo'lgan butun ishlarni biladi. Hozir bo'layotgan ishlarni biladi. Kelgusida bo'lgan ishlarni biladi. Alloh hech narsani unutib qolmaydi. Alloh taolo azaldan beri bo'lgan ishlarning hammasini biladi. Ya'ni mushu olamni yaratgandan tortib hozirgacha bo'lgan butun ishlarni Alloh taolochi hammani bilib turadi. Endi biz insonlar qanchalik darajada bila olamiz? Masalan, bir tarixchi kelib tadqiqot qilsa, 1000 yillik narsani bila olishi mumkin deylik, agar bila olib qolsa. Buni qanday bila oladi? Shunday koni kitoblardan, qoldiq narsalardan, shunday parchalardan oz-to'la bila oladi. Ammo lekin bunda hech qanday material manbasi bo'lmagan ishni bila oladi, hargiz bila olmaydi. Yani biz insanların bilişi nahayetimi çeklik. Mesela bir devirde, mesela 200 yıl ilgiri, deb misal alaylı, 200 yıl ilgiri falanı bir şeherdeki boğan işlerinin tarixini biz bilmekçi bolsak, qanday bilimiz? Müşündaq konu kitaplarda yazılgan boyunca, mandaq konu haritalar boyunca, degandek, aşındaq materiallarının ekilip, mandaq işler boğan bilişi mümkün, deb azgina, nahayetim azgina kichik bir qismini biz bilalaymiz. Ammo lekin Alloh taolo tarixdagi ishlarninki hammasini bütün tafsiloti bo'yicha har bir insonning qilgan ishlarini, shu vaqtdagi ishlarning hammasini tafsiloti bo'yicha nahayetim aniq biladi. Tushundinglar? Tushundik. Muallim. Biz kıyamet günü Allah bizi soğantıda kançestin başlap boğan İslam'ı soraydı. Allah Teala bizi qanchashdan boshlab bo'lgan ishlarni so'raydi. Shu balog'atga yetgandan keyingi ishlarning hisobini oladi. Balog'atga yetish ishini dedim-ku, men taxminan qizlar 9 yosh, o'g'illar 12 yosh. Buniki oldi keyinda bo'lishi mumkin. Bu hamma odamniki o'zininki fiziologik nimasiga qarata bo'ldi, Uni apanglardan so'rasanglar, texmi yaxshi so'zlab beradi sizlarga. Bo'lamdi? Bo'ladi. Dersimiz kelayli. Alloh taolo hozir bo'layotgan butun ishlarni bilib turadi. Qaranglar, mauslarga o'xshash ikki bola ekan, bir o'yinni ichida o'tirib yotibdi. Shundaqo, bu ikkisi o'rganish qilibdi deylik.
Bu öynünki sırtıdaki yandaki bir öyde durup apsi bu işki balını körelemdi. Körenmeydi şundan qoma tamның aqsıdaki öyde durup bu işki balısının demiş qatqanlığını apsi körenmeydi. Hatta ki bu işki bala bir-birisiga kaynini qilib o'ltiribdi. O'zi bir-birisininki demiş qatqanlığını körelemdi, bilelemdi. Sizlarcha bilinmeydi. Shundaqo yani insonning bilishi nihoyatda tar doirada. Hatto dedim-ku, tamning keyindagi bir odam bu insonning nima qilganligini, bu bolaning nima qilganligini bilolmaydi. Ammo lekin Alloh taolo hammani har vaqt bilib turadi. Ya'ni siz uyga kirib dars o'rganyapman deb o'tirib, o'yin o'ynayapsiz, yoki bo'lmasa rasm chizib boshqa ishlarni qilyapsiz, xayol surib o'tiryapsiz. Buni apangiz ko'magan bilan kim ko'radi? Alloh taolo ko'rib, hammani bilib turadi. Kelgusida bo'lgan ishlar qarab boqayli. Kelgusida bo'lgan ishlarni biz bilalamdiq? Hargiz bilmaymiz. Hargiz bilmaymiz. Erta nima ish qilganimizni, nima ishlarning yuz berganligini biz hargiz bilmaymiz. Masalan, bugun erta mundaq ishlarni qilaman deb bir plan tuzgan bo'lsak, shu ishlarningki to'liq joyda bo'lishi mumkinmi? To'liq bo'lish mumkinmi? Balkim biz plan qilgan bilan o'xshamaydigan vaqtda, o'xshamagan shaklda bo'ladi. Shundaqmi? Hech kim erta o'zininki nima ish qilganligini, qanday holat o'tkazganligini bilmaydi. Biz erta plan ishni qilaman degan vaqtimizda cho'qim deyishimiz kerak. Inshaalloh degan kalimani deyishimiz kerak. İnşallah erta bundaq ishni qilaman. İnşallah degan arabcha gap. Buning uyg'urchasicha agar Alloh xolisa, mundaq ishlarni qilaman deyishimiz kerak. Buni deyishimizni biz Alloh taolo Kahf surasida, suratul Kahfda bir ishni qilmoqchi bo'lsanglar, inshaalloh danglar deb Kahf surasi bizga o'rgatgan. Qana qilganmiz? Erta bir ishni qilmoqchi bo'lsak, yoki bo'lmasa kelgusida bir ishni qilmoqchi bo'lsak, nima deydi ekanmiz? Qaysi so'zni qo'shar ekanmiz? İnşallah bunda ishni qilaman deb cho'qim shunday deyishimiz kerak, ha? Tamam, maşallah. Qaranglar, inson unutib qoladi. Ma'u daraxtningki shoxlari qurib, yuparmoqlari tushib ketganga o'xshash, bizning mengimizdagi mushu burun qilgan ishlar, burunqi xotirlar unutilib, yuparmoq tushganga o'xshash tushib ketib qolishi mumkin. Ammo Alloh taolochi hargiz unutib qolmaydi. Alloh taoloning xotirasida hamma narsa saqliqliq, hamma narsa yiziqliq. Hargiz Alloh unutib qolarmikin, ko'may qolarmikin, bilmay qolarmikin degan ish qat'iy mavjud bo'lmaydi. Luqman surasining 34-oyatida faqat Alloh taoloni biladigan, insonlar bilmaydigan 5 turli ishni tilga olgan. Avval suraninki, oyatninki arabchasini o'qiylik. Qaysini o'qib baqsizlar? Muallim men o'qay. Men o'qisam bo'ladimi? Mu'mina o'qing. Innalloha indahu ilmu as-sa'ati wa yunazzilul ghaysa wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsu ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Maşallah. Allah razı olsun. Bu ayetninki Uygurcasını görüp bakayla. Kaysını okup baksınlar? Malum okusam. Ben okuyayım. Abdüsemet okuyun. Kıyametnin kaçan bo'ladiganligi, yomg'irning qachon yog'adiganligi, qo'rqinchi batning ahvoli, inson erta nima ish qiladiganligini, inson qachon qayerda o'ladiganligini Allah Teala biladi. Ben bunu qisqat yaptım. Yani ayetning asosiy mazmuni shu.
Allah Taala yuqorqi Luqman surasida oyatda g'aybning ochqichi 5 tur deb biz so'zlab bergan. Birinchisi qiyomatning qachon bo'lganligi. Ya'ni qiyomatning qachon bo'lganligini faqat Alloh biladi. Rasululloh bizga qiyomatning alomatlarini so'zlab bergan, ammo lekin qachon bo'lganligini deb berganmi, deb bermagan. Lekin noyatimi yaqin qolganligini so'zlab bergan. Qachon bo'lganligini-chi faqat Alloh taolo biladi. İkinci g'ayb ish bo'lsa, yomg'irning qachon yog'diganligi. Yomg'irning qachon yog'diganligini faqat Alloh taolo biladi. Balkim deyishinglar mumkin, avaraydan ma'lumotda yomg'irning qachon yog'diganligini so'zlab birdi-ku, deyishinglar mumkin. Avaraydan ma'lumotda, ya'ni bulutdagi, osmondagi shu o'zgarishlarga qarata bir bilim bilan bir nimani chiqardi, taxminiy bir mo'lcharni chiqardi. Lekin ularning chiqqani %100 to'g'ri chiqamdi? Hargiz to'g'ri chiqmaydi. Balki bulutning ahvoliga qarata, men gapni qilib bo'lay. Bulutning ahvoliga qarata, ya'ni plan vaqtda yomg'ir yog'ishi mumkin, mancha bir soat yomg'ir yog'ishi mumkin deb bir taxminiy bir ko'z qarashni o'ttirib qo'ydi. Ammo lekin Allohning bilganiga o'xshash dal vaqtini qanchaligini bilalamdi, hargiz bilolmaydi. Ba'zan to'g'ri kelib qoladi, lekin nurg'un vaqtda uningga to'g'ri kelmaydi. Bu yomg'irning qachon yog'diganligi faqat Allohning biladigan bir g'ayb ishlarning qatoridir. Endi gap qilaman. Muallim belkim tahmin qilib baqsam, belkim Alloh xolimisi yomg'ir yog'maydi. Ha, to'g'ri, yomg'ir yog'maydi deb yomg'ir yog'maydigan ishlar bo'ladi. Yomg'ir yog'maydi deb xabar bergan bo'lsa, birdan dilan bulutlar kelib guldir qaras, yomg'ir yog'ib ketishi mumkin. Ya'ni buni faqat Alloh biladigan bir ishlar. Havalarda aydınlarda karşıdak yağmur makin yağmur bulduğu da tahmin çıkıyordu ya aslında %70 %60 da nesler çıkıyordu ya herkes o yani %100 da çıkmaydı o. %60 %70 deganda çok qaranglar mancha persen yomg'ir yog'di, yomg'irninki shiddat quvvatli degan. Mesela bugün kıyamet bu kalsa biz bilmeyiz lekin bu kalsa bu vaqt qiyomat bu vaqtini qanday bilamiz? Qiyomatning alomatlaridan bilamiz. Ya'ni qiyomatning kichik alomatlari bo'ladi, uning cho'ng alomatlari bo'ladi. Cho'ng alomatlardan biz qiyomatning bo'lganligini biz bilalaymiz. Bu qiyomatning alomatlari to'g'risida biz ayrim bir dars qilamiz, shu chog'da tafsil to'xtalaylik. Bo'lamdi? Ma'qul. Ma'qul. Darsimiz kelaylik. G'aybning oshqishidan uchinchisi qo'rsaqdagi bolaning ahvoli. Ya'ni Alloh taolo onaning qo'rsaqdagi bolaning ahvolini nihoyatda yaxshi bilguchi. Endi biz bu qo'rsaqdagi bolaning ahvolini bilalaymiz-mi, bilamaymiz. Masalan, doktorlar qancha daraja bilalaydi, uni so'zlab boqaylik. Doktorlar bolaninki qo'rsaqda shakllangan chog'da dal shakllangan vaqtida qo'rsaq bolani bilamaydi. Balkim bir oydan keyin bilalishi mumkin. Ammo Alloh taolochi qo'rsaqdagi bolani yaratishdan burun biladi. Yaratishdan burun biladi. Hamda qo'rsaqdagi bolaninki ahvolini doktorlar taxminan asosida bunday qilib ultrason orqali bunday ko'rilishi mumkin. Ammo aniq bilinmaydi. Alloh taolo u bolaninki sog'lommi, bu sezgi a'zolari to'liq yetildimi, o'g'ilmi qizmi ekanligini 4 oydan keyin doktorlar bilalishi mumkin, ko'rib turib bilalishi mumkin. Ammo bu %100 chiqmaydi. Ya'ni Alloh taolo bu qo'rsaqdagi bolaninki butun ahvolini biladi. Ya'ni sog' salomat tug'ilamdi, bu bola tug'ilmamdi. Tug'ilgandan keyin qanday bo'ladi? Bu bola shu tug'ilib bo'lgandan keyin bir baxtli inson bo'lamdi yoki o'z ota-onasidan ayrilib qolgan yetim bo'lib qolamdi degandek bu bolaninki jismoniy ahvollarini emas, balki tug'ilgandan keyingi hayot ahvollaridan tortib hammasini Alloh taolo tafsili biladi. İnsanning yoki doktorninki bilalaydigan qanchalikka faqat shu ultrason orqali ozgina narsani bilalaydi. Ko'ngilini bilalaydi, uning ortig'ini bilmaydi. Bolaninki sog' salomat tug'ilganligini doktor bilalamdi, bilmaydi. Bolaninki bir kasal bilan tug'ilganligini doktor bilalamdi, bilmaydi. Ammo lekin Alloh taolo hammani tafsili biladi. Tushundinglar? Ha? Bolaning qachon tug'iladiganini doktorlar qanday biladi? Qachon tug'ilganligini taxminiy hisoblab, masalan, normalda bolalar 9 oy 9 kun tug'ildimi? Shu bo'yicha
hesaplab turib, "Mau haftada tug'ilishi mumkin" deb bir qarorni berdi. Endi balaning qachon tug'ilganligini doktor undaq aniq ahvolda uqmaydi. Ya'ni Alloh taolo xohlagan vaqtida, ya'ni tug'ilgan vaqti kelgan vaqtida ananikin bola tug'ildi. Doktorning degan uch balamda bo'lmaydi. Endi operatsiya qilgan bo'lsa, oldin deb qo'ydi. Falani vaqtda masalanki, shu 9 soatga balaniki soat shu vaqtda to'shidi ekan, shu vaqt to'g'ri keldi ekan, shu vaqt kelgan qo'sqondan ayirib ilib etayli deb shu vaqtda belgilab qo'ydi. Ammo lekin onaniki qachon qo'sqoning og'rib, qachon balaning tug'ishini doktor bilamdi, bilmaydi, hargiz bilmaydi. Doktor nima deydi? Falani haftada tug'ishi mumkin, shu vaqtda shu qo'sqon og'rigancha doktorxonaga kelgin deydi. Yani Allah bunu doktor bilemlik ya bilmeydi. Muallim, He? hatta bazen doktorlar tahmin qilgan chog'da xato chiqib qoldi, uningdan baldi tug'ildi. He, nurg'un ahvolda baldır tug'ildi, ba'zida keyin tug'ildi. Herkes doktor balaniki qachon tug'ilganligini herkes bilemeydi, he? Hem to'rtinchisi kelayli, inson erta nima ish qilganligini bilmaydi. Faqat Alloh taolo biladi. İnsan erta nima ish qilganligini bilmaydi. Masalan biz erta falan ishlarni qilaylik deb plan qilib yozib qo'ysak, masalanga erta men maktabga boraman, yoki bo'lmasa erta men bozorga boraman, yoki erta falan tomoqni etaman degandek har xil bir planlarni bugun qildik deylik. Ammo u planimiz balki amalga oshmasligi mumkin. Erta maktabga boraman deb plan qilib turib, og'rib qilib baramay qilishimiz mumkin. Bozorga boraman deb plan qilgan bo'lsak, uyimizga tuyuqsiz mehmon kelib qilib, bozorga bormasligimiz mumkin degandek, ya'ni biz erta nima ish qilganligimizni bilamizmi? Hargiz bilmaymiz. Biz plan qilsakmi, bu ish planimizning amalga oshish oshmasligini faqat Alloh taolo biladi. İnson qachon qayerda o'ldiganligini bilmaydi. Ya'ni insonning qachon qayerda o'ldiganligini faqat Alloh taolo biladi. Faqat Alloh taolo biladi. Biz bilamizmi ya? Hargiz bilmaymiz shundaqmi? Yani qancha yildan keyin o'lib qolamiz, o'lib qolamizmi? Biz bilamizmi, bilmaymiz. Qayerda o'lib qolganimizni bilamizmi, bilmaymiz. İnson deydi, qachon qayerda o'lganligini bilmaydi. Bu mutlaq bilmaydi. İnson o'zining qachon qayerda o'lganligini bilmaydi. Agar inson o'ziniki qanchalik umr ko'rganligini bilgan bo'lsa-chi, qanday bo'ladi? O'lim uchun, oxirat uchun qattiq tayyorlik qilgan bo'ladi. Qattiq tayyorlik qilgan bo'ladi. Muallim ham qo'rqatdi. Hem qo'rqdi. Yaxshi, maşallah. Endi masalanki deb so'rab qilishinglar mumkin. Ma'lum bir og'ir kasal bor. Birsi bir rak kasal bo'lib qopti deydi, rak kasal bo'lib qopti. Doktor kelib uningga sen 6 oy yashaydi ekansan, 6 oydan keyin o'lib qoldi ekansan desa, bu to'g'ri gapmi? Endi doktor bu insonningki qachon o'ldiganligini bilamaydi. Balkim shu kasallik ahvoli qarta taxminiy bir hisoblab degan bo'lishi mumkin. Ammo lekin u kasalchi balkim 6 oydan uzun umr ko'radi, yoki 6 oydan qisqa umr ko'radi. Buni bilamdi? Hargiz doktorni bilinmaydi. Ya'ni insonningki qachon qayerda o'lganligini, qanchalik umr ko'rganligini Alloh biladi, ha? Bildinglarmi? Hayatın biz tilga olgan masalalarning hammasi g'aybiy masala. Qiyomatning qachon bo'lganligi, yomg'irning qachon yog'diganligi, qo'rsoqdagi bolaning ahvoli, inson ati nima ish qilganligi, inson qachon qayerda bo'lganligi degandek bu masalalar g'aybiy bo'lgan ishlar. Faqat Allohla biladigan ishlar. Agarda bir inson mushu ishlarni men bilaman deb da'vo qilsa, uning bo'ldi qattiq bir ozg'un bo'ladi. Bunga biz ishonamizmi? Hargiz ishonmaymiz. Bu bir e'tiqodiy masala. Qaranglar, darsimiz oxiriga kelaylik. Alloh taolo qalblardagini bilib turg'uchidir deydi. Alloh taolo har bir insonning qalbidagini bilib turg'uchi. Qalbimizda biz nimalarni o'ylayapmiz, nima planlarni qilyapmiz, kim bilgan Alloh taolo bilib turdi. Bu haqda Fatir surasining 38-oyatida bor ekan. Qaysini o'qib baqsizlar? Men G'azdan o'qisam Hadicha o'qima. Inna Alloha alimun g'aybis samawati val ardi. Innahu alimun bizzatis sudur. Qayta o'qima. Malim, O'qima. Allah hakikaten asmanlardaki ve zemindeki gaybini bilgüçüdür. Allah hakikaten dillardaki sırlarını
Yani bilgiçidir. Maşallah. Qarang ayatın deydi. İnnehu alimun bi zatis sudur deydi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni bilguchidir. Ma oldidagi 70 ayatchu innallaha alimu g'aybis samawati wal ard. Degan gap Allah haqiqatan osmonlardagi va zimindagi g'aybni bilguchidir. Biz bu yerdan g'aybi ishlarga misol keltirdik. Shundaq inson bilmaydigan g'ayb ishlarni Alloh taolo bilguchi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni bilguchi. Bizning ko'nglimiz qandoq o'ylayotgan bo'lsak, Alloh taolo uni bilib turguchi. Biz insonning qalbidagini bilmaymiz. İnsanın ko'nglida o'ylayotganini hargiz bilmaydi. Shundaqqa hargiz ko'nglimizdagini hech kim bilmaydi. Agarda biz qarshimizda bir odam bor, qarshimizda bir odam bo'lsa, o'ylab turib u odamningki balkim bu odam mandaq o'ylab turib ishni qilgan bo'lishi mumkin. Cho'qim bir yomon niyati bor buniki. Desak to'g'ri bo'lamdi-ekan? Bo'lmaydi, ha? Boshqalarning qalbidagiga biz hukm qilsak bo'lmaydi. Boshqalarning qalbida yaxshilikni o'ylayotgandu, yomonlikni o'ylayotgandu, nima maqsadda qilyotdi, biz uni bilmaganligimiz uchun boshqalarning qalbidagi ishlarga biz hech qanday hukm bera olmaymiz. Tushundinglar? Undaq bo'lsa, darsimizning oxirida bir savol qo'yay sizlarga. Allohning hammani bilganligini bildik. Bu darsimiz Allohning al-alim degan sifatini bildik. Buni bilgandan keyin dunyoda qanday holatda yashaymiz? Ustoz men desam bo'lamda. Deb yoqman. Yaxshi ishlarni qilamiz. Yaxshi ishlarni qilamiz. Yomon ishlarni qilmaymiz. Yomon ishlarni qilmaymiz. Masalan, yomon ishlar deganda qanday ishlar bor? Mesela çoşka geçiş, harak içiş, Yaxshi. birisini uruş, Yaxshi. eski kılış. Haram yiyish. Harom yeyish. Yani Allah taolo hammani ko'rib turdigan deb turib, yomon ishlarni yushirin holatda boshqalar ko'midi deb qilsak bo'lamdi-ekan? Bo'lmaydi-ekan. Shundaqmi? Ya'ni Bo'lmaydi. ota-onalarga, ya'ni ular ota-onam ko'mini zaten bilmaydi deb yolg'on gapsanglar bo'lamdi-ekan? Yolg'on gapsak bo'lmaydi. Alloh taolo uni bilamdi. Bo'lmaydi. Yolg'on gap qilganimizni Alloh taolo biladi. Nima ish qilganligimizni Alloh taolo biladi. Hangi qilaman? Evet kılsak mı bulmaydı. G'aybat qilsak bo'lmaydi. Hem bağışlarını kılsak bulmaydı. Yaxshi, harom bo'lgan ishlarni qilsak bo'lmaydi. Yaxshi, mashallah. Kichik ishlarini kelaylik. Agarda qaranglar, maslagida, ota-onalar seni ko'midi deb, boshqalar bilmadi deb, boshqalarningki bir narsani ilib olsak bo'lamdi. Boshqalarning bir narsani so'ramay ilib olsak bo'lamdi, bo'lmaydi. Buning uchun ilib olganimizni Alloh taolo bilib turdi. Endi maslaga sizlar hech kim ko'midi deb, qarindoshlaringni urib bo'zlaq qilsanglar bo'lamdi. Bo'lmaydi. Endi buni lekin bo'zaq qilingancha Alloh taolo bilib turdi. Alloh taolo bilib turdi. Ya'ni Allohning al-alim, ya'ni hammani bilib turdi degan sifatini bilgandan keyin biz dunyoda qanday holatda yashaymiz degan chog'da biz ya'ni boshqalar ko'midi deb turib yomon ishlarni qilmaymiz. Bu yomon ishlarning ichida nurg'un ishlar bor. G'aybat qilish, o'g'irlik qilish, yolg'on gap qilish, boshqalarni bo'zaq qilish, nohaq boshqalarning haqqini elib olish, yoki harom narsalarni yeyish degandek mushlarning hammasini ya'ni boshqalar ko'midi deb qilib olsak bo'lamdi gap bo'lmaydi ekan. Alloh taolo buni ko'rib turdi ekan, Alloh hammani bilib turdi ekan. Shuningdek biz ya'ni Alloh bizni har vaqt bilib turdi, qilgan ishlarimizni bilib turdi deb har vaqt Allohdan qo'rqqan holatda yashashimiz kerak. Undaq bo'lsa, darsimizni bir qatam yig'inchoqlaylik. Bugungi darsimiz Allohning al-alim degan sifati bo'ldi. Al-alim Allohning hammani bilib turguchi degan sifati bo'ldi. Alimning ma'nosini bildinglar? Alloh hammani bilguchi degan ma'noda. Qur'on Karimda 157 yerda Allohningki hammani bilguchi ekanligini bizga so'zlab bergan. Alloh taolo dunyodagi ishlarni, osmondagi ishlarni, ya'ni butun ahvollarni bilib turdi. Biz bilmaydigan nurg'un g'ayb ishlarni bilib turdi. Ya'ni zamindagi quruqlikda bo'layotgan butun ishlarni, hayvonotlarning, o'simliklarning, insonlarning hammasini bilib turdi. Dengizdagi narsani hammani bilib turdi. Ya'ni tuproqning ostidagi, to'pining ostidagi urug'ningki qanday ahvolda ekanligini Alloh taolo buni bilib turdi.
burundan tatib bo'lgan ishlarnimi, hozirgi ishlarnimi, kelgusida bo'ladigan ishlarnimi hammani Alloh taolo bilib turdi. Biz atki ishlarni, atni nima ish qilganligimizni Alloh taolo bilib turdi. Alloh taolo biladi, biz bilmaymiz. Bu chog'da biz nima deymiz? Atni bir ish qilib planlagan bo'lsak, inshaalloh degan kalimani chuqur qo'shamiz. Inshaalloh atni mundaq qilaman. Inshaalloh atni maktabga boraman. Inshaalloh atni falonining qishiga boraman degandek. Allohni biladigan, inson bilmaydigan 5 g'ayb ishlar bor ekan. Bu Luqman surasining 34-oyatida bayon qilingan. Bular qaysi? Qiyomatning qachon bo'lganligi, yomg'irning qachon yog'diganligi, qo'rsaqdagi bolaning ahvoli, inson atini nima ish qilganligi, inson qachon qayerda o'ldiganligidan iborat ishlar. Yana bundan boshqa Alloh taolo insonlarning qalbidagi his tuyg'ularini bilib turdi. His tuyg'ularini bilib turdi. Allohning hammani bildiganligini bilgandan keyin dunyoda qanday holatda yashaymiz deganning javobini yaxshi berdinglar. Yana dunyoda Allohdan qo'rqgan holatda ibodat bilan yashaymiz, namoz o'qiymiz, yolg'on gap qilmaymiz, saxtipazlik qilmaymiz, yana o'g'irlik qilmaymiz, boshqa yoshirin eski ishlarni qilmaymiz. Anam ko'midi, o'qituvchi ko'midi deb yoshirin ishlarni, eski ishlarni hargiz qilmaymiz. Undan boshqalarning qalbidagi ishlarga nisbatan hargiz yomon gumonda bo'lmaymiz. Chunki biz boshqalarning qalbidagini bilmaymiz. Buningga yomon gumonda bo'lmaymiz. Ya'ni mushu holatda yashasak, biz Allohning hammani bilguchi al-alim degan sifatini haqiqiy holatda bilgan ham amaliyatimizda tatbiqlagan bo'lamiz. Tamam, bugungi darsimiz oxirlashdi. Darsni tushundinglarmi?